Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va Xayriya jamoat fondi 8000 loyihasi. Mana shu ko'rib turgan xonadoningizni, xonadon deysizmi bu, kulbami, vagonmi? Shu joyda 15 yildan beri bir oila yashayotgan. Katta yeb ichyapsizlarmi? Shukr qilish kerak bolam. Katta yeb, katta ichgandan emas, shukr qilish kerak. Bir kun bo'lsa, bir kun bo'lmasa ham bari shukr qilamiz. Vaqti kelsa, bo'lgani bolalarga bir kuniga aldab turgan paytim bo'ldi. Allohga yorug' kuniga chiqib, Xudoga shukr qilib, minnat uni ham olib keldinglar, yediryapman, ichiryapman. Bola kelib qoldilar-da, ko'chib keldi. Uni men bankaga solib, izlab bankaga solib, cho'ntakka olib qo'ydim. Hayit kelsa, hayitga nima qilib beraman, osh qilib beraman. 8000 loyihamizga be'tibor bo'lmang azizlar. Mana shu pastdagi raqamlarga ehson zakot uchun aloqaga chiqing.